هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Muzammil tefsiri 10. ayetten başlayıp okuyunuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende dehtanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure Muzammil 10. ayetten başlayıp okuyunuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ulanın yani Mekke kuffarlarının seni sehrigar, şair, mecnun degan sözlerge sabır kılgın. Ulanı çıraylıqçı terk etkin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, menin ayetlerimni inkar kıygıcı dövletmenlerini bana koyup etkin. Yani ulanın cezasını özen vermen. Ulağa azgını möhlet bergin. Şübhisiz ki bizning dergahimizda ulağa ig'ir işkenle ve köydürgücü devzak var. Zakkum zerreden ibaret galdan ötmeydiğen tamak ve qattiq azap var. O günde zimin ve tağla qattiq tevreydi. Tağla bir dövi tarqaq qumga aylandı. Şübhisiz ki biz Firavunga bir peygamberni evetkendek sizlarga emininglarga guvohlik berguchi bir peygamberni evetdik. Firavun peygamberge yani Musa aleyhisselamga asilik kıldı. Yani Firavun Musa aleyhisselamga iman etmay onu yalganga çıkardı. Ey Quraysh camiasi, sizlar Muhammed aleyhisselamga asilik qilgandek Firavunmu Musa aleyhisselamga asilik qilgan edi. Şunun bilan onu qattiq jazoladik. Ey Quraysh camiasi, agar iman etmasanglar dehşetidan balalarning beshini oqartib yutadigan kundan qandoq saqlanasizlar? U kunning dehşetidan osmon yerildi. Allah'ның vədisi çoxum əməlgə aşıdı. Çünki Allah vədisiga xilaflıq qılmaydı. Kafirlarning yetkizgan əziyyətlərə səvr qilishqa buyurish və ularning bu qilmishlariga berilgan jazo to'g'risida. Allah Teala bu oyatda payg'ambari Muhammad alayhissalomni o'z qavmidan bir qism ahmoqlarning onu inkar qilib aytgan so'zlarga sabr qilishga, ularni chiroyliqcha tark etishga va ayiblamaslikka buyurdi. Ondan o'zining katta Allah ekanligi, g'azabiga hech narsaning teng kelolmaydiganligi bilan payg'ambarining qavmining kofirlarini qo'rqitib va ularga tahdid silib payg'ambariga mundaq deydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, mening oyatlarimni inkar qilg'uchi davlatmanlarni menga qo'yib etgin. Yani ularning jazosini o'zim beraman. Ularga ozgina muhlat bergin. Yani seni inkar qilgan, haddidan oshgan boylarni menga qo'yib etgin. Ular boshqalarga qaraganda taat ibodat qilishga bekrak haqliq edi. Ulardan boshqalarda yo'q haqlar talab qilinadi. Ularga mühlet bergin. Men ularni o'zim jazolayman. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ularni dunyodan ozgina muddat bahriman qilamiz. Ondan ularni qattiq azob etishga majburlaymiz. Şübhisizki bizning dargohimizda ularga ig'ir ishkanlar va ko'ydirguchi davzaq bor. Zaqqum zarridan iborat galdan o'tmaydigan tamaq ve qattiq azob bor.
İbn Abbas bu oyat haqida mundaq deydi. Bu tamoq galga turib qoladi. Ya galdan o'tib ketmaydi, ya chiqib ketmaydi. U kunda zimin va tog'lar qattiq tavraydi. Tog'lar bir döve tarqaq qumga aylandi. Ya'ni siyliq uyul taşlardan terkib topgan tog'larmu avval qum dövesiga aylandi. Ondan hech nimiz qolmay, to'zib, so'rilib tugaydi. Hatta ziminmu hech qandaq bir egiz pastligi bo'lmagan, poyonsiz ketgan tekshi tuzlanglikka aylandi. Muhammad alayhissalomning Fir'avnga avatilgan payg'ambarga o'xshaydiganligi, Fir'avnning oqibatining qandaq bo'lganligini biladiganligini ta'kidlash to'g'risida. Allah Taala Quraysh kafirlariga xitob qilish orqali bütün insonlarga xitob qilish usulini ishiltib mundaq deydi. Shubhisizki biz Fir'avnga bir payg'ambarni avatgandek, sizlarga emininglarga guvohlik berguchi bir payg'ambarni avatdik. Fir'avn payg'ambarga, ya'ni Musa alayhissalomga osiylik qildi. Ya'ni Fir'avn Musa alayhissalomga iymon etmay, uni yolg'onga chiqardi. Ey Quraysh jamoasi, sizlar Muhammad alayhissalomga osiylik qilgandek, Fir'avnmu Musa alayhissalomga osiylik qilgan edi. Shuning bilan uni qattiq jazoladik. Ya'ni ey Quraysh kafirlari, sizlar payg'ambarni inkor qilib qo'yib, sizlarga Fir'avnga yetgan azobning yetib kelishidan hazar qilmamsizlar. Chunki Alloh Taala Fir'avnni nihoyat g'olib va qudratli holatida halok qildi. Alloh Taala bu vaqtda mundaq deydi. Allah uni dunyo va oxiratning azobi bilan jazoladi. Ey Quraysh kafirlari, agar sizlar payg'ambaringlarni inkor qilsanglar, halok qilinishga albatta haqliqsizlar. Chunki sizlarning payg'ambaringlar Musa alayhissalom qaraganda sharaflik va katta payg'ambardir. Qiyomat kunining azobi bilan qo'rqitish to'g'risida. Ey Quraysh jamoasi, agar iymon etmasanglar, dahshatidan balalarning beshini oqartib yetadigan kundan qandoq saqlanasizlar? Bu oyatning ma'nosi bundaq ikki xil bo'lishi ehtimoliga yaqindir. Birinchisi, agar Allohga iymon etmasanglar, bu dahshat qo'rqinchli bo'lgan kundan qandoq xotirjam bo'la olasizlar? Ikkinchisi, agar qiyomat kuniga iymon keltirmay, uni inkor qilsanglar, taqvodorlikqa qandoqmi erisha olasizlar? Her iki xil ma'no o'xshashli yaxshidir. Lekin birinchisi kuchliroqdir. Dahshatidan balalarning beshini oqartib yetadigan kundan, ya'ni bu kunda dahshatli qo'rqinchli qattiq tavrash qatorliq ishlar yuz berdi. Bu ish Alloh Taala odamga avlodingni davzaqqa avatgin deganda, odam qanchilikini deb so'ragan. Alloh Taala her 1000 odamdan 999 ni davzaqqa, birini jannatga avatgin degan chaqda yuz berdi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. O kunning dahshatidan osmon yerildi. Allah'ның va'disi cho'qim amalga oshadi. Chunki Alloh va'disiga xiloflik qilmaydi. Ya'ni o kun qattiq dahshatlik va qo'rqinchli bo'lganlik uchun osmon yerildi. Allah va'da qilgan bu kun cho'qim vujudga keladi va amalga oshadi. Bu kundan hech kim qutula olmaydi. Bu oyatlar haqiqatan va'z nasihatdir. Bu va'z nasihatdan foydalanishni xohlagan odam Rabbiga yetkazadigan yo'lni tutsin. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, shubhisizki Rabbing sening va sen bilan bo'lganlarning, ya'ni sahobalardan bir to'p odamning
tahajjud namozi uchun kechining 3dan 2 hissasida, yerimida va 3dan 1 hissasida turadiganligini biladi. Kechi bilan kunduzning uzunligini Allah oldin ola belgilaydi. Sizlarning uni hisoblab bo'lolmaydiganligini Allah biladi. Allah sizlarga rahim qildi. Ya'ni kechida tahajjud namozi o'qishning farzligini amaldan qoldirdi. Tahajjud namozidan sizlarga qolay bo'lganini o'qinglar. Allah biladi-ki, ba'zinglar kasal bo'lib qolasizlar. Ba'zilar Allohning fazlini tilab, ya'ni tijorat qilib, yer yuzida safar qiladi. Yana ba'zilar Allohning yo'lida jihad qiladi. Shuning uchun uningdan, ya'ni tahajjud namozidan qolay bo'lganini o'qinglar. Farz namozni ado qilinglar, zakotni beringlar. Allohga qarz hasana beringlar. Ya'ni Allohning roziligi uchun yaxshilik yo'llariga pul-mol sarf qilinglar. O'zinglar uchun dunyoda qaysi bir yaxshi ishni qilsanglar, Allohning dargohida texmi yaxshi, texmi katta savobga erishsizlar. Dünya bo'lsa fanidir. Ahiret bo'lsa baqidir. Yaxshi bandalar uchun Allohning dargohidagi savob hammadan ortiqdir. Allohdan mag'firat tilanglar. Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Bu suraning sog'lom dil egillariga va'z nasihat ekanligi to'g'risida. Bu ayetler, yani bu sure hakikaten va'z nasihatdir. Yani onundan va'z nasihat alalaydigan sağlam dil egillariga va'z nasihatdir. Şuna Allah Teala mundaq deydi. Bu va'z nasihatin foydalanishni xohlagan odam Rabbiga yetkazadigan yo'lni tutsin. Yani Allah Teala hidayet qilishni xohlagan odam Allohning yo'lini tutsin. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Faqat Allah xohlagandila ondan sizlar xohlaysizlar. Yani hamma ish Allohning xohishiga bog'liqdir. Allah hakikaten hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Kechida o'qiladigan farz namozining amaldan qoldirilishi va uning o'zrilari to'g'risida. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şübhisizki Rabbin senin ve sen bilen bo'lganlarning, yani sahabelerden bir top adamning tahajjud namozi uchun kechining 3dan 2 hissasida, yerimida ve 3dan 1 hissasida turadiganliklarini biladi. Yani ba'zida undaq, ba'zida bundaq tursizlar. Bularning hammasi sizlar tarafdan qasdan yuz bergan emas, lekin sizlar Allah buyurgan kechida namoz o'qishdan iborat bu buyruqni davomli turda ijro qilishga qodir bo'la olmaysizlar. Chunki bu sizlarga ig'ir keladi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Kechi bilan kunduzning uzunligini Allah oldin ola belgilaydi. Ya'ni ba'zida kechi kunduzning uzunligi tenglashidir. Ba'zida kechi qisqa, kunduzi uzun bo'lsa, ba'zida kechi uzun, kunduzi qisqa qilindi. Sizlarning uni, ya'ni Allah sizlarga farz qilgan farzlarni hisoblab bo'lolmaydiganliklarini Allah biladi. Allah sizlarga rahim qildi. Sizlarga qulay bo'lganini o'qinglar. Ya'ni kechida muayyan bir vaqt belgilamasdan uning sizlarga qulay bo'lgan qismida o'rninglardan turib tahajjud namozidan sizlarga qulay bo'lganini o'qinglar. Allah biladi-ki, ba'zinglar kasal bo'lib qolasizlar. Ba'zinglar Allohning fazlini tilab, ya'ni tijorat qilib, yer yuzida safar qiladi. Ya'ni ba'zilar Allohning yo'lida jihad qiladi. Ya'ni Allah biladi-ki, kelgusida bu ummatning ichida tahajjud namozini
o'qiy olmaslikda özürlük kişiler bo'ladi. Ularning ba'zilari kasal sababidan tahajjud namozi o'qiy olmaydi. Ba'zilar tijorat va terikchilik yo'llarida Allohning fazlini tilab yer yuzida safar qiladi. Yana ba'zilar Allah yo'lida jihad qilishdan iborat ustilariga yuklangan eng muhim vazifani ado qilish bilan bo'lib qoladi. Bu oyat balki bu suraning hammasi Mekkada nozil bo'lgan. Bu vaqtda texi jihad yo'li qo'yilmagan edi. Bu oyat payg'ambar alayhisalomning payg'ambarlikni ko'rsatadigan eng cho'ng dalillarning biridir. Chunki bu oyat kelgusida yuz beradigan g'ayb ishlardan xabar berdi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Shuning uchun uningdan, ya'ni tahajjud namozidan qolay bo'lganini o'qinglar. Ya'ni kechida sizlarga qolay bo'lgan vaqtda o'rninglardan turib namoz o'qinglar. Farz namozni ado qilinglar, zakotni beringlar. Ya'ni sizlarga farz qilingan namozni o'qinglar. Farz qilingan zakotni beringlar. Bu oyat zakotning farz qilinishidagi Mekkada nozil bo'lgan oyat degichilarning dalilidir. Lekin zakot beriladigan molning o'lchami va miqdori to'g'risidagi oyat Madinada nozil bo'lgan. Ibn Abbas, Ikrima, Mujahid, Hasan va salaf ulamolaridan bir qancha kishilar bu oyat haqiqatan buningdan ilgari Allohning musulmonlarga kechida namoz o'qishni farz qilgan hukmini amaldan qoldirdi deydi. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhisalom o'zidan farzlar haqida so'rab kelgan sahrolik odamga bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qiysan deb javob bergan. U odam men o'qishga tegishli 5 vaqt namozdan boshqa namozmi bormi deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom yo'q, lekin nafli namoz o'qisang bo'ladi dedi. Sadaqa berishga va yaxshi ishlarni qilishga buyurish to'g'risida. Allohga qarz hasana beringlar. Ya'ni Allohning roziligi uchun yaxshilik yo'llariga pul mol sarf qilinglar. Ya'ni Alloh yo'lida sadaqa beringlar. Shak shubhisizki Alloh uning mukofotini eng yaxshi, eng to'liq ravishda berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Kimiki Allohga qarz hasana berdi ekan, ya'ni Allohning yo'lida pul merini xo'shallik bilan sarf qiladi ekan, Allah uning necha hassa, ya'ni 10 hassidan 700 hassigacha ko'p qaytirdi. O'zinglar uchun dunyoda qaysi bir yaxshi ishni qilsanglar, Allohning dargohida texmi yaxshi, texmi katta savobga erishsizlar. Dunyo bo'lsa fanidir, oxirat bo'lsa baqidir. Yaxshi bandalar uchun Allohning dargohidagi savob hammadan ortiqdir. Ya'ni sizlarning ilgari qilgan bütün yaxshi ishlaringlarning savobi o'zinglarga qaytadi. U dunyoda o'zinglar uchun elib qolgan narsadan ko'p yaxshidir. Abu Ya'la Haris ibn Suvatdan Abdullohning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom sizlarning qaysinglarga o'zining mol mulki o'ziga varislik qilguvchining mol mulkidan yaxshidir dedi. Sahabeler, ey Allah'ın peygamberi, bizning ichimizda o'zining mol mulkidan o'ziga varislik qilguvchining mol mulkini yaxshi ko'radigan birmi odam yo'q dedi. Payg'ambar alayhisalom, nima deyotganliklarini bilib so'zlanglar dedi. Sahabeler, ey Allah'ın peygamberi, biz faqat mushundaq bo'ladi deb qaraymiz dedi. Payg'ambar alayhisalom, shak shubhisizki sizlarning biringlarning ölüşdən ilgari sarf qilgan mol mulki o'zining hisoblanidir. Dunyoda qoldirib ketgan mol mulki bo'lsa, varislik qilguvchining mol mulki bo'ladi dedi. Allohdan mag'firat tilanglar. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Ya'ni Allohni ko'p yod etinglar. İşleringlarning hammasida Allohdan ko'p mag'firat tilanglar. Shak shubhisizki Allah mag'firat tilagan kishiga nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Elhamdülillah.
Şunun bilen Sure Muzammil'nin tefsiri tügidi. Barliq hamdü sana alemlerinin Rabbi Allah xastır. Keler qitimda Sure Muddessir 1. ayetinden başlap okuyumuz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.